O'tkir aka, bu ikkalovi bir xil remenmi? O'zi qanaqa farqlari bor bu ikkalovini? Endi tushunmagan odam uchun bu hammasi bir xilga o'xshab ko'rinadi. Bularda ishlash uslubi, ishlash joyiga qarab turib ular turlanadi. Ko'rib turganingiz remeningiz o'sha oddiy klassika remenlardan hisoblanib, bu wrapped V-belt deyiladi, ya'ni qoplanali remenlarga hisoblanadi. Bunisi esa narrow deyiladi, o'sha tor, ya'ni bu joyi sal kichkinaroq bo'ladi, hamda bu joyi ham sal kaltaroq bo'ladi, hamda tishlari bor bo'lgani uchun bu boshqa ishga mo'ljallangan, bu boshqa ishga mo'ljallangan holatda ishlanadi. Ya'ni shiftda ishlashiga qarab turib ular o'zlarini turlanadi. Bundan tashqari bizda Ruben firmasida mana ko'rib turganingizdek turli xil remenlar bor. Ya'ni sizda faqat bu remenlar emas, bularni eniga qarab turib, uzunligiga qarab turib, mana ko'rganingizdek OH V-belt, ya'ni nafaqat bu uskunalarda ishlaydi, bu mashinada ishlaydi, maxsus mototsikllarda ishlanadi, kvadrotsiklarda ishlanadi. Bular farm belt, bu maxsus kombaynlar uchun yaratilgan remenlar. Ko'rgan bo'lsangiz, faqat bir donali emas, bu 3 taligi bor, 5 taligi bor. Eng asosiy omil bu ichkarida ishlatilgan ip. Ya'ni bizda tola deymiz. O'sha tolasiga qarab turib buni kuchlik yoki kuchsizligiga qarab ajratsangiz bo'ladi. Bu remenlar kesimida ko'rsatib bera olaman. Ichkaridagi oddiy shisha tola bo'lishi mumkin. Bu kevlar bo'lishi mumkin, aramid bo'lishi mumkin va boshqa turdagi tolalar bo'lishi mumkin. Remenlarda turlariga qarab ajratadigan bo'lsak, bular o'zlarini eniga qarab turib 9, 13, 15, 17, 19, 22 degan o'lchovlarda, ya'ni millimetrlarda ishlanadi. Bu remenlarda ikki xil o'lchash uslubi bor. Bittasi inchda, o'sha dyumda o'lchanadi, bittasi millimetrda o'lchanadi. Endi biz metrichskiy davlatlar hisobiga kirganimiz uchun bizda millimetr ishlatiladi.